Inson umri uning qancha yashagani bilan emas, balki qilgan amallari, xayrli ishlar bilan o'lchanadi. Jamiyatda, oilada, qolaversa, mehnat jamoasida hurmat, mehr, e'tibor qozonish ham ana shunday sa'y-harakatlarga bog'liq. Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanidagi maktabda 40 yildan buyon ishlab kelayotgan ustoz pedagog Halimaxon Ergashovaning zahmatli mehnati ham bunga yaqqol misol bo'la oladi. Uning fidoyiligi va ish tajribasi nafaqat hamkasblari, balki ko'plab shogirdlari uchun ham ibrat bo'la oladi. Navbatdagi lavhamizda ana shu jonkuyar ustozning ish faoliyati haqida batafsil hikoya qilinadi. Maktab qo'ng'irog'i jaranglaydi. Bu ovoz deyarli 40 yildan beri Halimaxon ustoz hayotining ajralmas qismiga aylangan. Bolalar shovqini va 15-maktab uning butun umrlik yo'liga uyg'unlashib ketgan qadrdon maskan. Yillar davomida maktab qiyofasi o'zgardi, yangilandi, ammo bir narsa o'zgarmadi: ustozning darslari. U har doim jonli, qiziqarli va hayotiy misollarga boy. O'quvchilar rus tili va adabiyotini nafaqat kitobdan, balki suhbat va munozaralar orqali ham o'rganishadi. Darslab kirib kelganimda boshlang'ich sinflarga dars berganman. Bir 2-3 sinfga kirganman. Bu maktab bilan filialimiz bor, shu araliqdagi darslarga kirganman. Oradan bir 40 yilcha vaqt o'tdi. Bunday ko'zingizni ochib qaraganda o'tib ketar ekan, orqaga nazar tashlasam, juda ko'p mehnatlar, juda ko'p shogirdlar, juda ko'p ustozlarni o'g'itib menga hamisha yordam bergan. Bugun maktabda 90 nafardan ortiq ustoz va murabbiy faoliyat yuritadi. Ularning ko'pchiligi Halimaxon opaning shogirdlaridir. Bu esa ustoz uchun eng katta faxr. Mani rus tili o'qituvchisi kasbini egallashimda maktabda rus tili fanidan dars bergan ustozim Ergasheva Halima Solijonova sababchi bo'lganlar. Bu xonim, bu doska, bu mel menga juda ham qadrdon. Maktabda o'qib yurgan kezlarimda ustozim o'qil ostilarida ular bilan birgalikda fan olimpiadasini maktab, tuman, viloyat bosqichlarida muvaffaqiyatli qatnashib, yuqori o'rinlarni egallaganman. Maktabda turli to'garaklar, chet tillari mashg'ulotlari, zamonaviy metodikalar asosida ta'lim yo'lga qo'yilgan. Shaxsan maktab rahbari sifatida Halimaxon Ergashevani hayotiy tajribalaridan unumli foydalanish maqsadida maktabimizda ustoz shogird an'anasi yo'lga qo'yilgan. Yosh kirib kelgan ustozlarni to'plab amaliy seminarlar, ular bilan ochiq darslarni birgalikda o'tishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'yganlar va bunga erishib kelmoqdalar. Darsdan so'ng esa u uyiga shoshadi. Mo'jazgina xonadonda turmush o'rtog'i bilan bir piyola choy ustida o'tgan yillarini yodga olishar. 3 nafar farzandimiz, 5 nafar nabiramiz esa hayotning eng katta boyligi deyishadi. Sadoqatli ustoz, mehribon ona va baxtiyor buvi. Halimaxon ustozning hayoti ana shu ibratli yo'llardan bormoqda. Hilola Abduqodirova, Nodir Fozilov, Farg'onadan.